بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Anbiyolar qissasi haqida so'z yuritar ekanmiz. Odam alayhissalomdan so'z boshlab, u kishining zurriyotlari tarqalib, yer yuzida ko'payib, ichlaridan anbiyolar tanlab olingani, ulardan ba'zilari Qur'oni Karimda zikr qilingan bo'lsa, boshqalari qilinmagani haqida so'zlashdik. Oxiri Idris alayhissalom qissalarini zikr qildik. U kishi Qur'onda nomlari chiqqan payg'ambarlardan biri ekanliklarini ham aytdik. Ana shu tarzda odam zurriyoti ko'payib, tarqalib, yer yuzida Alloh subhanahu va taoloning anbiyolari keltirgan dinlar ta'limoti asoslarida yashab bordilar. Lekin shu bilan birga boshqa tarafda inson zotini, odam bolasining doimiy dushmani shayton, iblis ham bor edi. Jannatdan quvilganda birga bo'lgan edi. O'shanda Alloh subhanahu va taologa qasam ichib, "Men albatta bularni hammasini ig'vo qilaman. Illo seni muxlis, o'zing tanlab olgan bandalaring bundan mustasno" degan edi. Ana shu bergan va'dasida qattiq turib, hamma vaqtlarda va makonlarda iblis inson farzandini ig'voga uchratish, yo'ldan urish, Allohning toatidan chiqarish, gunohkor bo'lishi uchun imkoni kelda bor narsalarni hammasini ishga soldi. Nabiy alayhissalatu vassalomlar bu dunyodan o'tganlaridan so'ng ularning qavmlari ular keltirgan ta'limotga bir muncha amal qilganlaridan so'ng keyin asta-sekin yo'ldan ozish, ixloslari nuqsonga uchrash, xatolarni qilish, bora-bora dindan uzoqlashish holatlari yuzaga kela boshladi. Ana shu paytda yashab o'tgan kishilarning ichida ahli solih, ibodatlik, taqvodor, hammani hurmat ehtiromiga sazovor bo'lgan zotlar ham bor edilar. Odam zotiki qayerda bo'lsa, ana shunga o'xshash yaxshi sifatli insonlarni hurmatini qiladi, e'zozlaydi, ularni e'tiborini tortish, duosini olish, eslab yurishga harakatda bo'ladi. Shayton mana shu nozik nuqtani izlab topdi-da, undan o'ta ustalik bilan foydalandi. O'sha paytdagi vafot etgan ba'zi bir ahli solih, taqvodor, ibodatlik, hammani hurmatiga sazovor kishilarni dafnlaridan keyin ularga muxlis bo'lgan kishilarga ig'vo qildiki, bular juda yaxshi odam edi. Sizlar bularni eslab tursalaringiz, yaxshiligini eslab, aytgan gaplarini esda tutib, yana ham yaxshilikda bardavom bo'lasizlar. Shuning uchun eslaringizdan chiqib qolmasliklari uchun sizlar ularni suratlarini olib qo'yinglar, rasmini solib qo'yinglar dedi. Odamlarga bu yoqib tushdi. Sirtdan qaraganda haqiqatan shunday. Haligi solih bandalarni rasmlarini chizishib, ularning siymolari yozimizdan ko'tarilmasin deb qabrlarining ustiga qo'yishib qo'ydi. Ana shu ishni qilganlar to'liq tushunar edi. Bu surat
hech narsaga daxli yo'q. Faqat qabrda yotgan ahli solih kishining siymosini unutmaslik uchun qilingan. Qabrni ziyoratga borganda bir suratga ham qarab qo'yadi. Shunga o'xshagan odam edi deydi. Yana qandaydir qiladi, lekin boshqa niyat yo'q, boshqa tushuncha yo'q. Avlod o'tib, undan keyingilari o'tib, mana bu surat nima ekan desa, buni bobomiz ham hurmat qilar edi, oldida to'xtar edi, tikilib turar edi degan kabilar o'tib boraverdi. Borib bu suratlar baqosiz narsa ekan. Yirtilib ketar ekan. Qattiqroq narsa tegsa bukilib qolar ekan. Buni o'rniga xuddi shuni o'zini haykal qilib qo'ysak qanaqa bo'lar ekan deb haykal qilib qo'yishdi. Haykalga ham haligi munosabat bo'lib borib avloddan o'tib oxiri bular muqaddas zotlar ekan. Shuning uchun ota-bobolarimizdan o'tib bularga topinishib kelgan ekan. Biz ham bulardan hojatimizni so'rasak bo'ladi deb asta-sekin ularni ulug'lashga o'tishdi. Ulug'lashdan muqaddaslashtirishga kirishdi. Undan keyin ularga duo qilishga o'tishdi. Oxiri borib ibodat qiladigan, cho'qinadigan holga kelishdi. Ana shunday shaytonning ig'vosiga uchgan kishilarning xatosi tufaylidan ahli solih kishilarning yodini esdan chiqarmaslik ma'nosidagi urinishlar suratga, suratdan haykalga, haykaldan butga, sanamga aylandi. Ana Allohga shirk keltirish yer yuzida sobit bo'ldi. Haykallarga, butlarga, ahli solihlarning siymosi demak ifoda qilingan shakllarga odamlar ibodat qiladigan, ulardan yordam so'raydigan, ularga atab qurbonliklar so'yadigan bo'lishdi. Mana shu holat asta-sekin borib butun dunyodagi diniy hayotning izdan chiqishiga olib keldi. Alloh subhanahu va taolo nabiylariga yuborgan ta'limotlar yo'qolib ketdi. Hamma tarafni shirk bosdi va shirkiy axloqlar, buzuqchiliklar, beodobliklar va hokazo juda ko'p insoniyat uchun zararli bo'lgan fikrlar, e'tiqodlar, amaliyotlar tarqaldi. Ana shunday bir paytda yangi bir zabardast nabiyga dunyoning hojati tushdi. Bir nabiy kelsaki, Allohdan to'g'ridan to'g'ri ta'limotlarini qabul qilib olib, ana shu ta'limotlarni sabr bilan, bardosh bilan haligi yo'ldan chiqib ketgan qavmlarga, xalqlarga yetkazsa, ularni to'g'ri yo'lga solsa, iymon yo'liga boshlasa, e'tiqod yo'liga boshlasa, butlarni qo'yib Allohga ibodat qilishni o'rgatsa, buzuq axloqlarni o'rniga husnul xuluqlarni tatbiq qilsa, va hokazolar bo'ldi. Ana o'sha paytda Alloh subhanahu va taolo o'zining buyuk payg'ambarlaridan biri Nuh alayhissalomni nabiy qilib yuborishni iroda qildi. Nuh alayhissalom Qur'oni Karimda nomlari zikr qilingan, qissalari kelgan payg'ambarlarni tarix silsilasi bo'yicha Idris alayhissalomdan keyin 3-chi zot bo'ladilar. Odam alayhissalom, Idris alayhissalom va Nuh alayhissalom. Nuh alayhissalomning muborak ismlari Qur'oni Karimda 43 marta zikr qilingan. Nuh so'zi 43 ta oyatda 43 marta zikr qilingan. Bu zoti va barakotning demak qissalari, ismlari Maida surasida, Qamar surasida, Hud surasida, yana bir necha suralarda zikr qilingan. Va bu zotni nomlariga alohida butun boshli bir sura bor. Nuh surasi deb ataladi. Nuh surasi boshqa suralardan farqli o'laroq butun boshi bilan Nuh alayhissalomga bag'ishlangan. Avval Yusuf alayhissalomning surasi ham shunday degandik. Oradagi farq shuki, Yusuf surasida Alloh taolo Yusuf alayhissalomning kichkinaligidan hayotlarini hikoya qiladi. Nuh surasida esa Nuh alayhissalomni payg'ambar qilib yuborganidan boshlaydi gapni. Ana
Mana shu demak butun bir boshlik sura Nuh alayhissalomga qaratilgan, shu kishiga bag'ishlangan va o'sha kishini payg'ambarlik ishlarini tartibli ravishda bayonini qilgan. Boshqa bir sura Ahqof degan sura, ana u surada ham mana shu ma'nodagi demak gaplar bo'ladi. Xo'p, endi Nuh alayhissalomni payg'ambar qilish zarurati tug'ilgandan keyin u kishini yuborganini Alloh taolo xabarini berib aytadiki: Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Albatta biz Nuhni o'z qavmiga ularni o'z qavmingni ogohlantir deb nabiy qilib yubordik. Ularga alamli azob kelmasdan oldin ogohlantirdir dedi. Ya'ni qavm buzuq, e'tiqodi buzuq, amali buzuq, ibodati buzuq, nobakor, gunohkor bo'lib yuribdi, ularga alamli azob kelishdi aniq. Shunga yarasha bo'lib qolishgan. Allohni unutishgan, Allohning yo'lida yurishmayapti, butga, sanamga cho'qinishyapti, har qanday nobakorliklarni qilishyapti. Xohlagan lahzada Alloh ularni alamlik azobga duchor qilishiga sazovor bo'lib yurishibdi. Lekin Alloh adolatli zot, shunday bo'lsa ham ularni oldin ogohlantirmasdan turun azoblashni istamadi-da, Nuh alayhisalomni yuborib, bor qavminga aytgan. Ularni ogohlantirgan. Mana bu shirklarini, kufrlarini, botillarini tashasin, meni yo'limga yursin degan ma'noda demak payg'ambar qilib yubordi. Bo'lmasa dedi, alamli azobga uchrashadi. Shu alamli azob kelmasdan avval tavbalarini qilib o'zlarini o'nglab olsinlar dedi. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. Nuh alayhisalom borib o'zlari e'lon qildilar. Ey qavmim, men sizlarga ochiq, oydin ogohlantiruvchiman. Ya'niki nabiyman, payg'ambarman. Alloh meni yubordi. Sizlarning xatolaringizni to'g'rilashim kerak. Men Allohning gapini aytaman, sizlar shunga demak ergashishinglar kerak. Ani ibudulloha vattaquhu va ati'un. Meni ogohlantirgan narsam shuki, Allohga ibodat qilinglar. Unga taqvo qilinglar, menga itoat qilinglar. Ana har bir nabiy kelganda o'z qavmiga aytadigan asosiy gaplar shu. Birinchisi, ani ibudulloha, Allohga ibodat qilinglar, boshqaga emas. Allohga ibodat qilinglar, Allohga iymon keltiringlar, u zot buyurgan amallarni qilinglar, ko'rsatgan ibodatlarni bajo keltiringlar. Bosh masala shu. Vattaquhu, u zotdan qo'rqinglar. U zot man qilgan narsalarni yaqiniga yo'lamanglar. Ularga qo'l urmanglar. Va ati'un, men uni payg'ambariman, menga itoat qilinglar, men sizlarga Allohning yo'lini ko'rsataman. Men ko'rsatayotgan gap o'zimni havoyi nafsimdan chiqqani yo'q. O'z manfaatim uchun gapirmayman. O'zimni obro'yimni ortmoqchi emasman. Mol pul to'plamoqchi emasman. Allohning buyrug'ini sizlarga yetkazaman. Menga itoat qilinglar, Allohga itoat qilgan bo'lasizlar. Ana shu tarzda demak Nuh alayhissalom o'z qavmlarini ogohlantirish, ularga Allohning kalomini erishtirishni boshladilar. Undan keyin u zot Allohga istig'for aytish kerakligi, ana shu vaqtda Alloh taolo bu bandalarni oldingi qilgan gunohlarini kechirishi va o'zlarini ajali yetguncha sog' salomat turishlarini ta'minlashi, Alloh belgilangan ajal kelganda hech narsa orqaga surilmasligini bayonini qildilar. Gapni qarang. Allohga ibodat qilinglar,
istig'for aytinglar, gunohlaringizni kechiradi, mag'firat qiladi. Mag'firat qiladi, lekin bilib qo'yinglarki, agar shuni qilmasanglar, ajali musommagacha turmaysizlar. Belgilangan ajalingizga yetkazilishi ham tavba qilib ibodat qilishingizga bog'liq. Agar tavba qilmasdan, ibodat qilmasdan, hozirgi nobakorlik holingizda bardavom bo'lsangiz, ajalingizdan 5 kun burun Alloh taolo kuningizni ko'rsatib qo'yadi. Qavm quloq solmadi. Qavm quloq solmadi. So'ng Nuh alayhisalom Allohga yolborishni boshladi. Robbi inni nazartu qavmi laylan va naharan dedi. Anzartu qavmi laylan va naharan. Robbim, men qavmni kechasi yu kunduzi ogohlantiryapman, bular quloq solishmayapti. Kechasi yu kunduzi hoy Allohga ibodat qilinglar, Allohga taqvo qilinglar, istig'for aytinglar, tavba qilinglar deyapman. Kechasi yu kunduzi aytganim ham bu nima? Hech quloqlariga kirmayapti. Keyin yana shu da'vatlarini davom ettirib, falam yazidhum du'ai illa firaran deyaptilar. Men chaqiryapman ularni, da'vat qilyapman. Da'vat qilganim sari ularni mendan qochishi ziyoda bo'lyapti. Avval kelib bir og'iz, ikki og'izni eshitadigan bo'lsa, endi gap boshlanishidan qochishyapti. Eshitgilari yo'q. Hech eshitgilari yo'q. Kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Qachonman ularni sen mag'firat qilishing uchun chaqirmoqchi bo'lsam, ular qo'llarini, panjalarini quloqlariga tiqishib oladi. Kiyimlarini boshiga yopib, boshlarini o'rashib oladi. O'zini kufrida, isyonida mahkam turib oladi va juda katta kibrga ketadi. Bu qavmning navbakorligini qarang. Gunohlaringni kechadi, Allohga ibodat qilinglar degan odamdan qochishyapti. Dunyoyingda saodatli bo'lasan, oxiratda baxtli bo'lasan. Mana endi hozirgacha nima gunoh qilgan bo'lsang bo'ldi. Endi men keldim. Alloh o'zi tavba qilsa kechiraman deb turibdi. Alloh sizlarni mag'firat qilaman deb turibdi. Unga ibodat qilinglar desa, haligi gapni eshitmay deb quloqlariga qo'llarini tiqishib olar ekan. Payg'ambarning qulog'imga gap kirmasin deb. Uni ustiga mabodo qo'l oyog'i ochiq qolgan bo'lsa, yana ham qattiqroq to'silsin deb choponini yopib boshini o'rab olar ekan. Bir og'iz ham, hatto ozgina sasi, ozgina tovushi ham meni qulog'imga yetmasin buni. Va kufrida mahkam turib, juda katta bir nima kibrga ketdilar. Shu darajaga yetdi bular. Undan keyin Nuh alayhisalom aytadilarki, Robbim, men bularga jiharan, ochiq oydin ovozimni ko'tarib da'vat qilishni boshladim. Endi oddiy emas. Eshitsin deb o'sha qo'lini tiqqan qulog'idan ham, boshini o'rab olgan bo'lsa ham, o'shindan ham o'tib kirsin deb juda qattiq ovoz bilan ularni da'vat qildim. Yana yo'q. Undan keyin sir maxfiy qilib ham da'vat qildim. Birovga eshittirmasdan odamlarning oldida uyaladigan bo'lsa deb yakka-yakka ushab olib, birovga eshittirmasdan da'vat qildim. Unda ham bo'lmadi. Ya'ni da'vatni hamma uslublarini Nuh alayhisolatu vassalom qilib ko'rdilar. Ochiq shunday kelib e'lon qilib, men payg'ambarman, Allohga ibodat qilinglar, u zotga taqvo qilinglar, menga itoat qilinglar dedilar, quloq solishmadi. Agar bunaqa qilmasalaringiz, Alloh taolo sizlarni ajalinglardan oldin yo'q qiladi.
alamli azoblarga duchor qiladi deb qo'rqituvdilar, bunga ham bo'lmadi. Keyin yana da'vatni demak qilishni boshladilar. Haligi aytib o'tgan holatlarimiz bo'ldi. Maxfiy gapirdilar, ochiq gapirdilar, baqirib gapirdilar. Hech imkon yo'q. Undan keyin bularni qiziqtirishni boshladilar. Qul tastaghfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidkum bi amwalin va banina va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Men ularga aytdim deb Allohga yolboryaptilar Nuh alayhisalom. Men o'sha sarkash qavmga aytdim. Robbingizga istig'for aytinglar. Mag'firat qilishini so'ranglar, yolboringlar. U o'zi g'affordir. Gunohlarni ko'p kechuvchi zotdir. Ana istig'for aytib, gunohlaringizni kechirishini so'rasalaringiz, g'afforlik sifati bilan gunohlaringizni kechadi. Yursilis samaa alaykum midrara. Shu tavbalaringiz, istig'forlaringiz sababidan osmondan sizlarga baraka yomg'irini yog'diradi. Ya'ni turmushingiz yaxshi bo'ladi. Qurg'oqchilik bo'lmaydi. Ekinlaringiz yaxshi o'sadi. Meva-chevalaringiz serhosil bo'ladi. Chorvalaringiz semiradi, yaxshi bo'ladi. Va yumdidkum bi amwalin va banina. Sizlarga mol dunyoni beradi, farzandlar bilan madad beradi. Va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Sizlarga bog'-rog'larni qilib qo'yadi, anhorlaringizdan suvni oqizib qo'yadi. Bu dunyoda nima kerak bo'lsa hammasi bor-da. Yo'q, ko'nishmayapti. Ko'nishmayapti. Malakum la taj'aluna lillahi waqara. Endi itob qilishga. Nima bo'ldi? Nima uchun Allohni ulug'lamayapsizlar? Shuncha gapni aytsa ham. Ana undan keyin ularni Alloh taolo yerni qanday yaratgani, osmonni qanday yaratgani va Allohning qudratiga dalolat qiladigan narsalarni e'tiborini tortib gapirdilar. Yana boshqa tarafdagi qudratiga dalolat bo'ladigan gaplarni gapirdilar. Yana ta'sir yo'q. Endi ular indamasdan qochib, quloqini bekitib, boshini burkashdan endi to'xtashib, Nuh alayhisalomni sen jinnisan, ahmoqsan, sen yalang'oyoq qayerdan o'zi payg'ambar bo'lib qolding deb ayblashga o'tishdi. U kishining gaplariga teskari gap gapiradigan, aytgan gaplarini demak mensimaydigan, masxara qiladigan holatlar demak yuzaga chiqdi. Nihoyatda og'ir bir vaziyat yuzaga keldi. Bu vaziyat 1 yil, 10 yil, 100 yil, 200 yil, 300 yil emas, undan uzoq davom etdi. Alloh taolo aytadiki: "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi famakatha fihim alf sanatin illa 50 aman." Biz Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib yubordik. U ularning ichida 50 kam ming yil payg'ambar bo'lib turdi dedi. 950 yil da'vat qilibdi, hech kim iymon keltirmayapti. Allohning ulug' payg'ambari bir qavmni 950 yil da'vat qilyapti. Yo'q, javob yo'q. Illa az sonli kishilargina iymon keltirgan. Hatto Nuh alayhisalomning xotinlari, o'g'illari iymon keltirmagan. Bu ana shunday darajadagi buzuq qavm edi. 950 yil payg'ambar bo'lib qavmini da'vat qilgan degan gapga bugungi kunda ba'zilar qanaqa qilib 950 yashaydi deyishi mumkin. Yo'q. Illa billah mo'min musulmon odam bu narsani umuman xayoliga ham keltirmasligi kerak. Chunki Qur'onda kelgan haqiqatni inkor qilgan odam dindan chiqib kofir bo'ladi. Allohning aytgani haq. Unga iymon keltirish bizga uchun matlub. 950 yoki undan ko'proq yashash bir insonni imkoni bor. Alloh bersa o'zi imkonida, Allohning qudrati ulug', imkoniyati cheksiz.
Lekin aql darajasida qaraladigan bo'lsa, dunyoda oz narsalarni umri uzoq bo'ladi, ko'p narsalarni umri qisqa bo'ladi. Pasha, bitta pasha bir tuxumlaganda mingtani tuxumlab tashaveradi. Lekin 1 soat, 2 soat, 3 soatda o'laveradi ham. Pashani 1 oy yashaganini hech kim ko'rmagan. Lekin butun dunyoni pasha bosib turaveradi yana. Lochinlar qachon tuxum qo'yganini birov bilmaydi. Qayerda bola ochganini ham birov ko'rmaydi. Nodir narsalar. Shuning uchun ular uzoq yashashadi. U ham qanotli narsa, bu ham qanotli narsa. Lekin soni oz bo'lgani uchun Alloh taolo ularning umrini uzoq qilib qo'ygan. Manaqa tug'ilishi oson, darrov jon kirib ketishi bor pashaga o'xshaganlarni agar umrini uzoq qilib qo'ysa, butun dunyoni rasvo qiladi bular. Ana Allohning hikmati mana shunda. O'sha paytda demak odamlar oz bo'lgan. Alloh odam zotini demak ko'paytirish ma'nosida ba'zi birlarini umrini shu tarzda uzoq qilib qo'ygan bo'lishi hech gap emas. Allohning o'zini irodasidagi narsa. Ikkinchidan, o'sha paytdagi odamlarni dindan chiqish balosi qanchalik og'ir bo'lganligini ko'rsatish. Bir nabiyni 950 yil da'vat qilishi bilan ham yo'lga tushmaganlarini butun insoniyatning tarixi davomida o'rnak qilib ko'rsatish uchun Alloh shunday qilib qo'ygan bo'lsa, o'zi biladi. Shuning uchun siz bilan biz hech qachon qanday qilib bir odam 950 yil payg'ambar bo'lishi kerak, bu aqlga sig'maydi-ku degan narsani zinhor va zinhor yaqiniga bormasligimiz kerak. Ana shundan keyin Alloh o'zi Nuh alayhisalomga xabar berdi. Mana shu sen bilan iymonga kelib, hozir mo'min bo'lganlardan boshqasi iymonga kelmaydi bularning dedi. Oyatda aytdi shuni. Ana o'shanda yana keyin Nuh alayhisalom o'zlarini mashhur duolarini qildilar. Va qala Nuhur robbi la tadhar alal ardi minal kafirin dayyara innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zolimina illa tabara. Nuh alayhisalom aytdilarki, Robbim, bu yer yuzida kofirlardan g'imirlab yuradiganidan bittasini ham qo'ymagin dedi. Birortasi yerda aylanib yuradigan bo'lmasin, hammasini yo'qotgin. Agar sen ulardan bittasini qo'ysang ham, tug'adigan bo'lsa yo kofir tug'adi yo fojir tug'adi. Orqasidan zurriyat qolsa ham bu mo'min kelmaydi bulardan. Yo fojir yoki kofir bo'ladi. Kofirlarga bu duoni qilgandan keyin mo'minlarga duo qildilar. Alloh meni mag'firat qilgin. Ota-onamni mag'firat qilgin. Meni uyimga kirgan mo'min va mo'minalarni hammasini mag'firat qilgin. Kofirlarga esa halokatdan boshqa narsani ziyoda qilmagin. Alloh subhanahu va taolo o'z ulul azm nabiysi Nuh alayhisalomning bu duolarini qabul qildi-da, u kishiga kema qilishga amr etdi. Wasna'ul fulka bi a'yunina va wahyina dedi. Bizni rioyamiz ostida vahyimizga binoan kema yasadi. Ya'ni kemani yasashni o'zi o'rgatib turdi Alloh taolo, o'zi qarab turdi. Nuh alayhisalom kema yasadilar. Kema qanaqa bo'lgani, taxtasi qaysi yog'ochdan edi, mixini qanaqa qilib qoqqani Qur'onda yo'q. Bu ortiqcha bahs bo'ladi. Ortiqcha nima? Urinish bo'ladi, befoyda narsa bo'ladi. Bizga qissadan ibrat kerak. Alloh shuni iroda qilgan. Va'z kerak, nasihat kerak. O'zimizni bu dunyomiz, oxiratimizga manfaat olishimiz kerak. Kemani yog'ochidan, mixidan, boshqasidan bu narsani demak ola olmaymiz biz. Ana kema bitgandan keyin har bir jonzotdan bir juftdan olib va o'zlari bilan mo'min bo'lib turgan qavmlarni olib Nuh alayhisalom Allohning amri bilan kemaga chiqdilar.
tarixchilar aytadiki 80 ta oila bor edi shunda deydi. 950 yillik da'vatning samarasi o'zlari, yana yaqinlari, shu bilan birga hammasi bo'lib 80 oila xolos. Ana endi keyin Allohning amri keldida vafarat tannuru deydi. Tannurga o'xshagan narsadan suv otilib chiqishni boshladi. Tannurni moddasi nimadan edi? Toshdanmidi, loydanmidi, boshqami? Bu ham bizga keragi yo'q. Uni o'sha og'zini diametri qancha, bu ham keragi yo'q. Otilib chiqishning shakli qanaqa, buni ham bizga keragi yo'q. Bizga Allohning amri bilan har narsa bo'lishini tushunishimiz kerak. Odamni demak xayoli chegaralanib qolgani uchun shu chegaralagan narsani Alloh joriy qilgan. Bir tannurga o'xshagan narsa turganda, Alloh amr qilganda shundan suv otilib chiqib, Allohning amri bo'lsa shunday bo'ladi. Bitta tannurning og'zidan ham butun dunyoni to'pon bosib qolaveradi. Ana o'shanday bo'lib suv kelib hamma yo'g'ini olib ketayotganda qarasalar o'g'illari bir yerda turibdi. Qochib turib, nariyoqqa borib turibdi. "Hoy bolam" dedi, otalik mehri qo'zidi. "Bolam kelgin, biz bilan bo'lgin, qutulib qolasan" desalar, "Yo'q, men toqqa chiqib olaman, suv yetmaydi menga" dedi. Shunday gapirib turganda uni ham suv olib ketdi. Ana Allohning amri bilan faqat kemada Nuh alayhisalomning najot kemalarida qolgan jonzotlargina qoldi, qolganini hammasini to'fon g'arq qildi, yo'q qildi. Chunki ular tuzalmas dardga aylanib qolgan edi. Tuzalmaydigan chiqqan edi, qorason edi. Uni tuzatib bo'lmas edi. Shuning uchun uni kesib tashlash kerak edi. Ular insoniyat uchun or edi, nomus edi, insoniyatni halokatga olib borish vositasi edi. Shuning uchun Alloh ularni umuman kesib yo'q qilib, yer yuzini ulardan tozalashni ixtiyor qildi. Iymoni bor 80 ta bo'lsa ham yetadi. Alloh o'zi ko'paytirib oladi, iymonlarini barakasini beradi, to'g'ri yo'lini barakasini beradi, Allohga qilgan ibodatlari xayrini beradi, hammasi yo'lga tushadi. Va shunday bo'ldi ham. Ana Nuh alayhisalomni shuning uchun anbiyolarning shayxi deyiladi. U kishi ulul azm payg'ambarlardan, ya'ni azimatli payg'ambarlardan 5 tagina payg'ambar shu unvonga sazovor bo'lganlar Alloh taolo tarafidan. Shularning birinchilari aynan Nuh alayhisalom hisoblanadilar. Nuh alayhisalom dunyo tarixida eng uzoq yashagan odam va nabiydirlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan Ibn Kasir qilgan rivoyatda aytilar ekanki, Nuh alayhisalom nabiy qilib yuborganlarida yoshlari 40 yoshda edi. To'fondan keyin yana 60 yil yashadilar. Haliginga 950 yil payg'ambarlik qilganlarni qo'shsak, yoshlari chiqadi. Nuh alayhisalom demak ana shu tarzda butun uzoq umrlarini, insoniyatdagi eng uzun umrni 950 yilini iymon uchun kurashga bag'ishladilar. Sarkash qavmni hidoyatga boshlash uchun harakatda bo'ldilar. Allohning amrini ro'yobga chiqarishi uchun butun vujudlarini sarf qildilar. Mana shu anbiyolarni insoniyat xayri uchun, barakasi uchun, bu dunyo va oxiratining saodati uchun olib borgan kurashlarining yorqin namunasidir. Bu qissadan biz har qancha o'rnak olsak arziydi. Shuning uchun bu hozirgi kunda Qur'on nozil bo'lgan kundan boshlab bugungi kungacha musulmonlarni ibodat tarzida tilovat qiladigan matniga aylandi. Hozir qorilarimiz tilovat qilishyapti. Mana shu qissani bo'lak-bo'lak har qayerda, xususan Nuh surasini ham tilovat qilinadi. Ya'ni bu muqaddas bir matnga aylandi, Qur'onga aylandi. Qiyomat qoyim bo'lguncha tilovat qilinib turadigan eslatma bo'ldi. Mana biz bu narsalarni yaxshi anglab yetishimiz kerak. Biz arab tilini bilmaganimizdan ko'p tilovat bo'lsa ham tushunmay yurganimizni e'tiboridan biz sizlarga mana shularni aytib beryapmizki, esda qolsin.
o'rnak bo'lsin. Anbiyolarni har bir bosgan qadamlari biz uchun aziz, biz uchun ibrat, o'rnak, namuna, xayr, baraka ekanligini unutmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni Nuh alayhissalomga sarkash bo'lgan qavmga o'xshashdan o'zi saqlagan bo'lsin. Bu kishiga iymon keltirgan muxlis bandalar safida bo'lishimizni nasib etsin. Bu qissadan ibrat olib, doimo yaxshi yurib, yaxshi turib, Allohning ibodatini qilib, u zotga taqvo qilib, Allohdan istig'forlar aytib, istig'forga va'da qilingan yaxshiliklar, xayr barakalardan bahramand bo'lishimizni Alloh taolo hammamizga o'zi nasib qilsin.